Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Hunter. Bugun sizlar bilan biz o'sha Qasrni qo'riqla o'yinimizdagi hududni obzor qilib o'tamiz. Unda bo'lsa qani ketdik. Do'stlar, mana bu yoqda qasrimizda bu chapida o'yinchini uyi bo'ladi. Bu o'yinchini uyi, ko'pirga ahamiyat bermaymiz. Bu o'yinchini uyi masjiddan hujumga o'tadi. Sizlar qasrni himoya o'yinida ko'rgan bo'lsanglar, mayda sirli yo'l bor. Bu qasrga kirish uchun yaratilgan bo'ladi. Bu qasrga kirish uchun qasrning eshiklari faqat tashqarida ochilgani uchun qasrga kirish uchun bu yo'l yaratib qo'yganman. Bu yo'l bilan qasrga kirib olinadi. Lekin buni oz-moz odam biladi. Mo'ysa bitta qilyapti. Uncha odam bilmaydi, bitta qishloq bo'ladi. Filmda men uyda tomi bo'lmaydi, men bu uyda tomini o'zim qildim. Bu yerda esa sehrlash stollari, mana bu yerda o'yinga yangi qonun, bu yerda sandiqlar bor. Mana bu yerda. Shu sandiqlarni topib qo'ydik. Diamond bor demoqchi edim do'stlar. Sandiqlarning birida diamond bo'ladi. Masalan, menda diamond bor, mana. Diamondni topib, uyni tomiga qo'ygan g'olib bo'ladi. Bu shot tuzatib qo'yay. Diamondni bitta donasini olib uyni tomiga qo'ygan kartada g'olib bo'ladi do'stlar. Bu yerda tepalarga chiqish o'yinda faqat bu tarafda, mana bu old tarafdan hujum bo'ladi. Mana bu mexanizmni ichida ko'rgan bo'linglar, tuxumlar bor. Men shuni kirishga harakat qilinganda otiladigan qilib yaratgandim. Afsuski bitta narsa unutgan ekan. Men adashmasam, mana bundoq qilish kerak edi. Mana yerda meniga mana qo'yib qo'ysangiz keyin tushadi. Aytganim keyin tushadi mana. Yana endi tushyapti do'stlar. Shunda xato qilgan ekanman. Agar shunda xato qilmaganimda shu albatta o'lib ketgan bo'lardi. Mana shuni hozir ko'rasizlar do'stlar. Agar mana shu apparatim to'g'ri bo'lganda, bu yerga nechta mob tushardi. Bundoq qilamiz. Agar bu apparatimiz shunda to'g'ri bo'lish kerak edi. Wow, kelishga qoyil. Qo'shmana himamu olib tashlaymiz va redstone ulab qo'yamiz. Agar mana shunda shu apparatimiz to'g'ri bo'lganda, mana shuncha mana mamda qilib turgan mancha mob tushib, ana shu xoni yo'q qilish kerak edi. Sizni ham yo'q qilar ekan agar. Sho'xa o'zi ham sheyda. Sho'xa ko'rdingizlar qancha maxluq tushganini? O'zimni ham yo'q qilardi, albatta Sho'xani gapiga qo'shilaman. O'zimni ham yo'q qilardi. Lekin zat men tepada bo'lardim, uni birinchi yo'q qilardim. Do'stlar, shundoq bu o'yin. Buni afsuski modi yo'q, sizlarga tashlab beradigan. Bo'lganda olashar edik. Sizlar bilan Hunter oldi do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmaymiz do'stlar. Sizlar bilan o'sha gap, agar bizda 200 ta obunachi bo'lsa, har vaqtli uy horror o'ynaymiz. Qani unda 200 ta obunachiga go!